Assalomu alaykum qadrli zarafshonlar. Uy olaman deb yurgan aka-ukalarimiz bo'lsa, ushbu xonadonni tavsiya qilamiz. Manzilimiz 12-bekram, 39-dom, 28-kvartira. 2 xona, 3 xonadan iborat. Panel dom. Mana ko'rib turganingizdek, ushbu xonadonni ichkari qismi. Turganingizdek, birinchi xona juda ham katta, ichinamgina kirib yotsa bo'ladi, remonti yaxshi. Ichida qoladigan narsalari bor. Ko'rib turganingizdek, ushbu xonadonimizning ikkinchi xonasi. Ko'rib turgan shkafingiz, mana pardalari o'z joyida qoladi. Ularga odam mazza qilib yashaylik deb. Ko'rib turganingizdek, ushbu xonadonning uchinchi xonasi. Uchinchi xonamizdan chiqqandan keyin oshxonaga o'tamiz. Mana oshxona. Oshxona mebellari ham qoladi, oladigan odam mazza qilib yashaydi. Gaz plita, barcha narsa qoladi. Mana ko'rib turganingizdek, vannamiz mana. Ichida kiradigan mashina, pilisos barchasi qoladi. Ko'rib turganingizdek, mana koridorimiz, qoladigan narsalar bor, shkaf bor, katta shkaf. Mana ko'rib turganingizdek, oyoq kiyim qo'yadigan shkaf ham o'z joyiga qoladi. Ushbu xonadon narxi $39,000 deyapmiz. Yana kelishadigan joyi bor. Qoladigan odamlar bo'lsa, pastdagi nomerga qo'ng'iroq qilishingizni so'raymiz.